Assalomu alaykum. Bu Diplomatic Digest. O'zbekistonning global maydondagi faoliyatiga qaratilgan xabar va yangiliklar bilan. Samarqand shahri UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi doirasida o'tkazilgan tadbirlarni muvaffaqiyatli mezbonlik bilan yakunladi. 15 kun davomida o'tkazilgan barcha tadbirlar o'zining natijadorligi va istiqboldagi barqaror rivojlanishga qaratilgan muhokamalar bilan ajralib turdi. Yig'ilish yakunlariga ko'ra, bosh konferensiya tomonidan O'zbekiston xalqi va hukumatiga minnatdorchilik ifodasi nomli rasmiy hujjat qabul qilindi. Jarayonlar Toshkent shahriga ko'chdi. Poytaxtimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Ozarbayjon Respublikasini ushbu formatga to'la huquqli ishtirokchi sifatida qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, mazkur strategik qadam umumiy tarix, qardoshlik rishtalari hamda ma'naviy ma'rifiy yaqinlik bilan bog'langan xalqaro manfaatlarga to'la mos keladi. Davlat rahbari bizning kuchimiz birgalikda, muvaffaqiyat sari yo'limiz do'stlik va hamkorlikda deya alohida ta'kidladi. Shuningdek, mazkur haftada davlatimiz rahbari taklifiga binoan Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'lishda ushbu davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan qator muzokaralar o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qasim-Jomart To'qayevga O'zbekiston Respublikasining oliy davlat mukofoti, oliy darajadagi do'stlik ordenini tantanali ravishda topshirdi. Xuddi shu kabi Turkmaniston bilan uchrashuvlar doirasida davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovga ham ushbu oliy mukofotni topshirdi. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari oliy darajadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha qo'shma bayonotni imzoladilar. Dasturimizni Tashqi ishlar vazirligi faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Toshkentda Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Muzokaralar chog'ida sammit kun tartibi loyihasi, asosiy qarorlar va kelgusi hamkorlik yo'nalishlarini belgilaydigan yakuniy hujjatlar muhokama qilindi. Yig'ilish doirasida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston tashqi ishlar vazirlari 3 davlat chegaralari tutashgan nuqtasi haqidagi shartnomaning ratifikatsiya yorliqlari bilan almashish to'g'risidagi bayonnomani imzoladilar. Bu qadam tomonlar o'rtasidagi konstruktiv muloqot, o'zaro ishonch va mintaqada tinchlik hamda barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy intilishlarning amaliy ifodasi sifatida qayd etildi. 12 noyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Litvaning O'zbekistondagi elchisi Egidius Navikas bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mehnat migratsiyasi sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik masalalari, jumladan hukumatlararo bitimlarni imzolashni jadallashtirish, konsullik maslahatlashuvlarini tashkil etish, shuningdek, noqonuniy migratsiya va radikallashuvga qarshi kurashish choralari muhokama qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat davomida tomonlar pilot loyihani qayta yo'lga qo'yish, jumladan migratsiya tartib tamoyillarini, tibbiy ko'rikni, rus tili imtihonini Toshkent va Jizzaxdagi Rossiya oliy o'quv yurtlari filiallariga ko'chirish, rus tili, tarixi va qonunchiligi bo'yicha o'quv markazlarini tashkil etish, kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchilar va ishlab chiqarish xodimlarini tayyorlashga Rossiyadan mutaxassislarni jalb etish masalalarida fikr almashdilar. 11 noyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Muzaffar Madrahimov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Yan Bratu bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda so'nggi yillarda O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning institutlari, xususan ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakilligi bilan hamkorlik yangi sifat bosqichiga chiqqani ta'kidlandi. O'zaro manfaatli yo'nalishlarda hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi.
Xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkamlab, amaliy hamkorlikni kengaytirmoqda. Yangilangan munosabatlar, o'zaro manfaatli kelishuvlar va do'stona aloqalar izchil rivojlanmoqda. Shu bilan birga, xorijdagi yurtdoshlarimiz bilan doimiy muloqot, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish tashqi siyosatimizning muhim yo'nalishidir. Qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish ishlari doimiy davom etmoqda. Mazkur sonimizda Pokiston, Turkiya, Janubiy Koreya va Buyuk Britaniyadagi elchixona hamda konsulxonalarimizdan xabarlar taqdim etamiz. O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi Islomobod strategik tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda pokistonlik yetakchi ekspert, Janubiy Osiyo tadqiqotlari va xalqaro munosabatlar tahlil markazi ijrochi direktori Mehmud ul Hasan Xanning Shavkat Mirziyoyev islohotlar va mintaqaviy integratsiyaning buyuk yetakchisi nomli kitobining taqdimot marosimi o'tkazildi. Anqara shahri savdo palatasi va Eko Avraziya Yevrosiyo iqtisodiy aloqalar jamg'armasi bilan hamkorlikda O'zbekiston-Turkiya iqtisodiy hamkorlik aloqalari kengaymoqda mavzusida tadbir tashkil etildi. Unda davlat idoralari vakillari, professor o'qituvchilar va tadbirkorlar ishtirok etdi. Janubiy Koreyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri Dongseo universitetida ushbu mamlakatda yashayotgan va tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar ishtirokida yoshlar forumi bo'lib o'tdi. Bundan tashqari O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashabbusi bilan Janubiy Koreyaning Asan va Chonan shaharlarida vaqtincha yashab kelayotgan vatandoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Londonda nufuzli tarixchi va teleboshlovchi Bettany Hughes ishtirokida tasvirga olingan Bettany Hughesning Jahon xazinalari O'zbekiston oltin yo'l nomli hujjatli film taqdimoti o'tkazildi. Taqdimot doirasida ikki tomonlama madaniy hamkorlikni rivojlantirish, O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini targ'ib etish hamda mamlakat imijini mustahkamlash masalalari ham muhokama qilindi. Natijalar haqida doim raqamlar gapirgani ma'qul. Bu o'z o'rnida amaliy ishlar ko'lamini yanada ravshan ko'rsatadi. Ko'rsatuvimizning mazkur soni sizni O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasiga oid statistika bilan tanishtiradi. 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 59.8 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11.1 milliard dollarga yoki 22.9% ga oshdi. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport 26.7 milliard dollar, import 33.1 milliard dollar. O'zbekistonning tashqi savdodagi hamkor davlatlari soni 206 taga yetdi. Tashqi savdo aylanmasida eng katta ulush quyidagi davlatlarga to'g'ri keldi: Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreya Respublikasi. O'zbekistonning xalqaro ko'rgazmalardagi ishtiroki tobora ko'paymoqda. Yo'nalishlari ham kengaymoqda. Birgina o'tgan hafta Xitoy, Yaponiya, Hindiston va Germaniya kabi mamlakatlarni qamrab oldi. Xitoyning Shenzhen shahrida O'zbekistonning turizm salohiyati, Nanning shahrida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmada esa eksport salohiyati taqdim etildi. Shanxaydagi yirik xalqaro forumda mamlakatimiz sarmoyaviy salohiyati namoyish etildi. Germaniya poytaxtida o'tkazilgan Bazar Berlin xalqaro yarmarkasida mamlakatimiz hunarmandchilik mahsulotlari namoyish etildi. 63-marotaba o'tkazilgan ushbu xalqaro yarmarkada dunyoning 60 ga yaqin mamlakatidan 500 nafarga yaqin ishtirokchi qatorida yurtimiz vakillari ham qatnashdi. Dehlidagi Jamia Milliya Islomiya universitetida o'tkazilgan xalqaro konferensiya doirasida O'zbekistonning boy me'morchilik va san'at an'analari taqdim etildi. Unda Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Shahrisabz kabi qadimiy shaharlarda qad rostlab turgan boy tarixiy meros, ko'p asrlik an'analar hamda me'morchilik mahoratining yorqin ifodasi ekanligi alohida ta'kidlandi. Yaponiyada O'zbekistonda yetishtirilgan mahsulotlar namoyishiga bag'ishlangan yarmarka tashkil etildi. Yarmarkada 60 dan ortiq yapon kompaniyalari, importyorlar, distribyutorlar va xususiy biznes vakillari qatnashdi. O'zbekiston meva-sabzavotlarni ushbu davlatga eksport qilish bo'yicha kelishuvlarga erishdi. Diplomatlar, xorijiy ekspertlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar mamlakatimizni
ochiqlik, barqaror taraqqiyot va mintaqaviy hamkorlikka qaratilgan qadamlarni aniq, maqsadli va o'z vaqtida qo'yilgan tashabbuslar sifatida baholamoqda. Xalqaro hamjamiyat e'tirof etmoqda. O'zbekiston yangi bosqichga chiqdi. Dunyo davlatlari bu o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatmoqda va qo'llab-quvvatlamoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Jadal islohotlar, faol diplomatiya va ochiq muloqot siyosati haqida xolis munosabatlar bildirilmoqda. Ushbu haftada mikrofonimiz qarshisida Vengriya tashqi ishlar va tashqi savdo vaziri Peter Siyarto va Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yermek Koshirbayev bo'lishdi. O'zbekistonning tinchlikparvar pozitsiyasi Vengriyaniki bilan hamohang bo'lib, bu ikki davlatni xalqaro miqyosda barqarorlik va diplomatiya tarafdorlari sifatida namoyon etadi. Urush va nizolarni hal qilish yo'li faqat diplomatiya va muloqot orqali amalga oshirilishi mumkinligi, shuningdek, tinchlikni saqlashda O'zbekistonning hissasi katta ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlash mumkin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikka turtki beradi. Alohida ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo rolini oshirish, uning xalqaro subyekt sifatidagi ahamiyatini mustahkamlash masalasi doim mintaqa davlat rahbarlarining e'tibor markazida bo'lib turgan. Har bir jarayon alohida mavzu, har bir islohot salmoqli natija, har bir tashrif va tadbir esa muhim voqelik. Bularning hech biri esa xorijiy nashrlar e'tiboridan chetda qolayotgani yo'q. Jumladan, mazkur haftada Germaniyaning The European Circle nashri Samarqanddagi UNESCO bosh konferensiyasi haqida maqola e'lon qilgan bo'lsa, O'zbekiston va Yevropa ittifoqi munosabatlari to'g'risidagi maqola esa Vengriyaning Eurasia Magazine jurnalida chop etildi. Mamlakatimizning transport sohasidagi hamkorlik aloqalari va xalqaro ko'rgazmalar haqidagi xabar va yangiliklar Pokistonning Daily The Spokesman nashrlarida yoritildi. Misrning Sada al-Balad hamda Norvegiyaning Geopolitika nashrlarida O'zbekistonning AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligiga bag'ishlangan maqolalar e'lon qilindi. Xususan, O'zbekistonda prezident tashabbusi bilan 3 ta yirik ekologik loyiha ishga tushirilayotgani haqidagi maqola Rossiyaning Karavaninfo axborot agentligida yoritildi. Shu o'rinda alohida to'xtalib o'tish joiz. Mazkur haftada xorijiy nashrlarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida nomli maqolasi keng yoritilmoqda. Xususan, Xitoyning Kitay va Psirch nashrlari, Qirg'izistonning Akipress axborot agentligi hamda Ozarbayjonning Trend As portali O'zbekiston prezidentining mintaqaviy integratsiyalashuvning asosiy ustuvor yo'nalishlari haqidagi fikrlarini, shu bilan birga devor emas, balki ko'prik quradigan mintaqa sifatida baholagan chiqishiga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, ushbu maqola yuzasidan Lanjou universiteti Siyosat va xalqaro munosabatlar fakulteti Fan va texnologiya diplomatiyasi tadqiqotlari markazi direktori Shan Xunyan o'z fikrlarini bildirdi. O'zbekiston prezidentining Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida maqolasini o'qib, har bir satrda chuqur tafakkur va mintaqaviy rivojlanishga oid qat'iy qarashlardan chuqur taassurot oldim. Ta'kidlanganidek, Markaziy Osiyoning yangi davrida imkoniyatlar va salohiyatlar birlashmoqda. Bugungi raqamlashgan davrda siyosat vakillari va boshqa yetuk shaxslar o'z fikr va mulohazalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali ifoda etishga e'tibor qaratmoqda. Muxbirimiz yaqin kunlarda mamlakatimiz haqida e'lon qilingan fikr mulohazalarini o'rganib chiqdi. Bu haqida qisqacha. UNESCO bosh direktori Xalit El-Enani o'zining Instagramdagi rasmiy sahifasida O'zbekiston haqidagi iliq fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston menga so'nggi kunlarda unutilmas tajriba taqdim etdi. Xalqaro hamjamiyatning aynan shu maskanda qadimiy buyuk ipak yo'llari bag'rida birlashgani bejiz emas. Bu yo'llar tarixda olis makonlarni bog'lagan, bilimlar, tillar va san'atni erkin almashinuviga imkon yaratgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev janob oliylari bilan uchrashib, bizni birlashtiruvchi ustuvor yo'nalishlar, madaniyatlar aro muloqot, ta'lim, ilm-fan va uning etikasi, madaniyati hamda ishonchli axborotga erkin kirishni ta'minlash masalalarini muhokama qilish sharafini his qildim, deya izoh qoldirdi u.
Tabiat va yangi rivojlanayotgan bozorlar bilan chuqur qiziquvchan Uztravel'ning turizm elchisi va Bright Guides nashriyotining O'zbekiston qo'llanmasi muallifi Sofiya Ibitson o'zining Twitter ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O'zbekiston va uning bir-biridan betakror manzillarini o'zgacha hayrat bilan ta'riflagan. Mahalliy bozorlar hamda ko'cha madaniyatini his qilish uchun ajoyib maskanlarda bo'lganligini qayd etgan. Men Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarning ko'cha madaniyatini juda yaxshi ko'raman, deydi o'zining qiziqarli fotosuratlari ostida. Davlatimiz bir qator yo'nalishlarda e'lon qilingan xalqaro reytinglarda ilgarilab bormoqda. Ushbu haftada sizni oltin eksperti, shuningdek, turizm yo'nalishlarida e'lon qilingan reytinglar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston nechanchi pog'onani egallagani muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Shveysariyaga oltin eksporti bo'yicha eng yirik 5lik qatorida. O'zbekiston oltin bozorida o'z o'rnini mustahkamlab, Shveysariyaga eng yirik oltin eksport qiluvchi 5talikka kirdi. Comtrade statistik xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilning 1-6 oyi davomida O'zbekiston Shveysariyaga 4,3 milliard dollarlik oltin eksport qilib, dunyoning yetakchi eksportchilari qatoriga kirgan. Toshkent Condé Nast Traveler xalqaro sayyohlik jurnali tomonidan 2026-yilda Osiyoda sayohat qilish uchun eng yaxshi joylar ro'yxatiga kiritildi. Nashrda aytilishicha, Toshkent shahri o'zining tarix va zamonaviylikni uyg'unlashtirgani, qadimiy madrasalar va bozorlar, zamonaviy inshootlar bilan yonma-yon joylashgani bilan sayyohlarni o'ziga jalb qilib, ularda katta taassurot qoldirgan. Siz mamlakatimiz tashqi siyosati va xalqaro jarayonlarga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Oldinda yangi voqealar, muhim tashriflar va qizg'in muhokamalar kutmoqda. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.